Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Insonni eng ko'p ishlaydigan a'zolarini biri va ishlasa ham charchamaydigan a'zolarini biri bu til bo'lib hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo insonga bergan ne'matlarning eng kattalaridan biri ham til bo'lib hisoblanadi. Inson jannatga harakat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning zikri jannatga olib boradigan yo'llarning eng yaqinlaridan biri. Demak, mana shu til ham Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtiradigan a'zolarni asosiylardan bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar: "Rubba kalimatin la yulqi laha balan." Inson bir so'zni aytadigan bo'lsa, hamda mana shu so'ziga e'tibor bermagan holda gapirib qo'yadigan bo'lsa, min saqatillahi, Alloh subhanahu va taoloning g'azabidan deyaptilar. Demak, bee'tibor gapirilgan so'z, agar u so'z Alloh subhanahu va taoloning g'azabiga sababchi bo'ladigan bo'lsa, fayahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa, do'zaxda mana shu aytgan kalima tufayli 70 yil kuyishligi mumkin yoki mana shu aytgan kalima tufayli do'zaxga tushishligi mumkin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar. Hozirgi aytmoqchi bo'layotgan so'zimiz kalima haqida. Bir kalima bilan, bir so'z bilan inson islom diniga kirishligi mumkin. Va yana bir so'z bilan inson islom dinidan chiqib ketishligi mumkin. Bir so'z bilan inson nomahram bo'lgan, o'ziga begona bo'lgan bir ayol kishiga mahram bo'lib, oila bo'lishligi mumkin. Va bir so'z bilan, taloq kalimasi bilan ikkalalari yana bir-birlariga nomahram, begona bo'lib ketishliklari mumkin. Bir so'z tufayli ba'zi bir insonlarni bir umr yaxshilik bilan yodida qolib ketishligimiz mumkin yoki bir so'z tufayli ba'zi bir insonlarni bir umr yomonlik bilan yodida qolib ketishligimiz mumkin. Demak, bir kalima bizlarni ba'zi bir insonlarga yaqinlashtirib yuboradi yoki bir kalima bizlarni ba'zi bir insonlardan uzoqlashtirib yuboradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar: "Val kalimatu tayyibatu sadaqatun." Yaxshi so'z, shirin so'z, aytilingan so'z agar u ma'noli bo'ladigan bo'lsa, shirin bo'ladigan bo'lsa va insonga yoqadigan so'z bo'ladigan bo'lsa, sadaqatun. Bu narigi insonga qilingan ehson, sadaqaga o'xshaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qawlun ma'rufun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Ba'zi bir insonlarga aytilgan shirin so'z ularga berilgan ehsondan orqasidan aziyat yetib boradigan ehsondan ko'ra afzalroq deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Shuning uchun birodarlar, har bir aytayotgan so'zimizni, og'zimizdan chiqayotgan har bir kalimamizni rioya qilib, bu Alloh subhanahu va taoloning roziligidan chiqyaptimi yoki bee'tiborlik bilan gapirilyaptimi degan so'zni, savolni o'zimizga berishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Qaysi inson Alloh subhanahu va taoloning Robbil alamin, o'zini Robbisi deb biladigan bo'lsa, wal yawmil akhir, qiyomat qoim bo'ladi, men Robbil alaminning huzurida hisob kitob beraman deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, falyaqul khayran, faqatgina yaxshi gaplarni gapirsin. Aw liyasmut, yoki umuman yaxshi gaplarni gapirmasin, sukut saqlasin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar. Va yana boshqa hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Va innar rajula yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi." Insonlarning ichida ba'zi bir insonlar bor, Alloh subhanahu va taoloning rozichiligini xohlab chiroyli so'zlarni aytishadi. Jannatga Alloh subhanahu va taolo bir kalimasi tufayli mana shu insonni jannatga 70 yilga yaqinlashtiradi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar. Demak, birodarlar, mana bu har kuni biz bilan birga eng ko'p vazifani bajarayotgan tilimizga, aytayotgan so'zlarimizga, og'zimizdan chiqayotgan kalimalarga juda ham qattiq e'tibor berib qo'yaylik. Chunki qaysi bir so'zni biz bee'tibor gapirsak, mana shu so'zga yoki kalimaga Alloh subhanahu va taoloning g'azabi kelsa, do'zaxga bizlarni 70 yilga tushirib yuborishligi mumkin. Alloh taoloning o'zi saqlasin. Qaysi bir so'zimizdan Alloh taoloning rozichiligida chiroyli so'zlarni gapiradigan bo'lsak,
mana shu so'zlarimiz, kalimalarimiz Alloh subhanahu va taologa yoqsa, 70 yilga bizlarni jannatga yaqinlashtirib yuboradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Musulmon insonni dinini go'zalligini alomatlari, dinini go'zalligini dalolati qachonki mana shu inson o'ziga tegishli emas bo'lgan narsalardan uzoq bo'ladigan bo'lsa, mana shu insonni go'zalligi, dini go'zalligiga dalolat deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Mana hayotda e'tibor bering, juda ko'p insonlar bor, erkak kishilar, ayol kishilar, yoshlar, qarilar. Mana bu insonlarning hammalari har kuni har xil kalimalar bilan ovora. Ammo hammalarining hisoblari har xil. Har bir insonning qabri boshqa, beradigan hisobi boshqa. Shuning uchun aytayotgan so'zlarimiz, kalimalarimizni, gaplarimizni har birini o'ylab gapirishlikni Qur'oni Karim hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bizlarga o'rgatyapti. Alloh subhanahu va taolo siz va bizlarni tillarimizni faqatgina o'zini zikr qiladigan, yaxshi so'zlarni aytadigan, o'zi rozi bo'ladigan kalimalarni ishlatadigan tillarni qatorida qilsin. Va axiru da'vana anil hamd. Mm-hmm.